Sun'iy intellektni tibbiyotda foydali va zararli tomonlari. Sun'iy intellektni foydali taraflari shundaki, bemorlarimiz juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishadi va qancha ko'p foydali ma'lumotga ega bo'lsa, o'zlarining kasalliklari haqida, demak bemorlar bilan ishlash bizga osonroq bo'ladi. Ikkinchi tomondan esa bemorlarning har bitta shikoyatlariga bittadan tekshiruv buyuriladi va bu yerda ba'zida bog'liqlik bo'lmaydi. Shuning uchun bemorlar ortiqcha vaqt yoki bo'lmasam ortiqcha xarajat qilishlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun bemorlarimizdan iltimos qilmoqchiman. To'g'ri, bu ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin, ammo tekshiruvlardan o'tishdan oldin albatta shifokor ko'rigidan o'ting va undan keyin bemor shifokor bilan birga ishlash kerak. Ya'ni kim agar bunaqa holat bo'lmaydigan bo'lsa, analizli javobini olib kelishadi va yana qo'shimcha xarajat, vaqt ketadi bu yerda. Shuning uchun sun'iy intellekt bizga davo buyura olmaydi. Chunki bu yerda individual yondashuv, har bitta bemorga alohida yondashuv bo'ladi va shunga qarab bemor davolanadi.